Uyg'ur yozuvchisi Yasinjon Sodiq Cho'g'loniyning Jallat Xanin nomli tarixiy romani. Bu roman Beliqut shirkatida ovozga ilinib, Beliqut to'g'rida o'qildi. Sultan Ismoilxon bilan xo'shlashish uchun o'rdaga kirgan Xo'ja Hidoyatullo Eshon yorliqni topshirib olib, qayta tashakkur bildirdi. Sultan Ismoilxonning ostonida yana bir necha vaqt turib berish talabiga o'zini qo'yib xo'shlashdi. Eshon xo'jasining xon huzuridan sirki ishqiya murtlaridan fuqarochilik majburiyatlarini kechirim qilish to'g'risidagi yorlig'ini akilishini kutib o'tirgan ostondagi bir qism xalifa sulik mas'ullari o'rdadan qaytib kelgan Hidoyatullo Eshonni cho'ng dog'dug'i bilan kutib oldi. Qani, xalifa, o'qitasilar. Xon yorlig'idan ostondagi janobiy ahli sulik yaralarimiz xabardor bo'lg'ay. dedi tördeki mehmel körpüge joylashib o'tirib olgan Hidoyatullo Eshon qo'ynidan shahoni teri qopchug'ini chiqarib, hajjak ishlarga mas'ul bosh xalifaga tanlab turdi. Mirza xalifa yorliqni teri qopchuqdan avaylab oldi-da, ovozini vazmin chiqarib o'qishga boshladi. Xo'ja Hidoyatullo Eshon piri Bözürük Azizning xos murtlarining Xurazarchilik majburiyatlarini kechirim qilindi. Voy, bunda degini nimasi? Qimmatli biri. dedi yorliqni to'liq anglab bo'lgan Molla Soqi xalifa ancha rozi bo'lmay. Vositalik murshidlar mazkur yorliqdan mustasnodir deb yozibdi. Dahri Sultan Ismoilxonning bizga dastlabki bergan lafzi bundoq emas edi. dedi Hidoyatullo Eshon qo'shimlarni turib. Bu haqiqatan Mirza Bobobek qatorliq do'zaxiy murtatlarning o'yindi ehtimoli. Xon olilarini yorliqning mazmunidan xabardor qilib, qayta yorliq tushirishga da'vat qilmoqlik kerak. Qutbul Aqtobim, u murtatlarning xon lafzini xohlagancha o'zgartirishga nima haddi? dedi vaqtlik murtlardan biri terik. Shunda qisla Valiyulloh pirim, xon olilarga o murtatlarning sir asrolarini fosh qilsa, deyishdi. Bu yorliqdan o'zlariga qanchalik foyda manfaat tegmaydiganligini his qilishgan ko'p sondagi vositalik murtlar cho'qon ko'tarishi. Xo'ja Hidoyatullo Eshon murtlarining oldida to'lim o'sal ahvolda qolgan edi. O texi oldingi kunda Sultan Ismoilxonning va'dasini murtlariga yetkazgan. Buni qandoqdir o'zining avliyolarcha kashfu karomatlariga bog'lab rasa po'atgan edi. Texi oradan bir kecha o'tmayla Eshonning shuncha kashfu karomatlari, sehri afsullari kuchidan qolgan bo'lsa, qaror farmonlarini o'zgartirishga xonni ko'ndirgudek Mirza Bobobek qatorliq murtatlarning qanchalik sehri karomatlari bokintan yoki bu ishga Ishoqiya sulkidagi to'ng'izlar qo'l tiqqan bo'ldi. Oğul Dahri Sultan'ın aldığı yeni bir nöbet beriş hacetsiz, dedi Hidoyatullo Eshon alanlik pishildi. Mazmunning qandoq yezilishidan qat'iy nazar bizga mushu yorliqlar kifoya qiladi. Xos murt, vositalik murt degan nima u? Bizlarga ahli ishqiya sulkining Qutbul Aqtobi uchun barliq murshidlar o'xshashdir. Ol murtat amirlar kimning xos, kimning vositalik murt ekanligini na'dan bilsin? dedi Eshon endi hiliqi Mirza xalifaga qarab buyruq qildi. Darhol har qaysi yurtlardagi xalifa, sulik mas'ullarga, murshid ahli yorlarga, mo'min ummatlarga ushbu yorliq yetkazilgan. Bugundan boshlab har qanday sulki ishqiya murtlari fuqarochilik majburiyatlarini o'tashdan butunlay ozoddir. Ushbu soatdan boshlab xos ham vositalik murt deb ayirmasdir. Ne'matlik pirimning himmatiga ming tasanno. Adolatlik, saxovatning, shafoatning gul toji pirim. Asli sulik ummatlarning yengilmas homiysi pirim. Murtlar Hidoyatullo Eshonning maqtash sadolariga ko'mibdi. Ushbu soatdan boshlab
el rəiyyət arsıda sülük tərqibatı ilib verilgay. Yalğız xalifa sülük məsullarının emas, barlıq əhli sülükdiki müşriklərinin öz aldığa murt qəbul qilish imtiyazı vardır. Qani yaralar, şundaq bir himmet cesaret göstərgəysizlər. Xotandan Qumul diyarıgacha, Keşmir'den Ferg'ona vodisigacha bo'lgan butkul yakan Saidiya tasarrufidagi barliq avom ra'iyat saodatdan murt hidoyatchilar sepimizga qatilgan. Chunki ishqiya murtlari butkul yer yuzini xuddi osmondagi yulduzlar kabi qaplagan. Bu yo'lda shundoq jon fidolik ko'rsatgaysizlar. Tağla kunda Saidiya saltanatining oltin taxtida bizlar kim Sultonul Muhaqqin Bezrikvarala barqaror bo'lib, barliq ahli sülük yaralarga şafaat yağmurunu yağdırgaymiz. İşanның bu dəbdəbilik çaqırğıdan təsirləngan və g'ayrat jasarati urg'ilgan barliq murtlar inşaalloh amin amin deyishib duoga qo'l ko'tarishdi. Anglayotganlar Belqut to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Miladiya 1671 yılının bahar ayları əşəddi sülki işqiya tərg'ibatçılarının sören çoqanları bilan başlandı. Xon yarlıq arqılıq saltanat taqibidan qutulgan işqiyachi Sofi darvishlar yarlıqni dastak qilib olib, shaharlardan tortib yezilog'icha, xalt ko'cha, orqa rastlardan tortib xilvat kent qishloqlarga qatirib, atrofiga odam yig'ib sülük targ'iboti elib bordi. Oddiy xalqqa xon yarlığının mazmunini xohlagancha burmulab tashviq qiladi. Ashu kunlarda Saidiya tasarrufiga har qanday bo'lung pushqoqlardan 4 odam bir yerga yig'ilganligi so'rin bo'lsa, murtul hidoyatchilarning avomni ahli sülükka da'vat qilib so'zlagan nutuq vazlarini anglig'il bo'ladi. Ey mu'minlar, ey musulmon yarallar, anglamadim dedinglar. Allah xosligi xo'jalarga, yani nimetlik pirimiz Kutbul Aqtab Veliyullah Hidayetullah İşan hocamga xosdir. Hoca demek pir demektir. Pir demek şafaat taxtining yegani sultanidir. Murt demek ümmet demektir. Allah bilan hoca o'ttirsida yana bir mahluqat zinhar bo'lmas. Allah'dan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge qandoq vahiy kelgan bo'lsa, hocamız Hidayetullah sallallahu pir azamgimo shundoq vahiy kelgandir. Peygamber aleyhisselam Hira g'orida Janobi Allah bilan so'zlashgan chog'da Kutbul Aqtab pir buzurgimizning ruhiyatlarimi bu suhbatlarni ham eshitgandir. Peygamberimiz martaba iqboli bilan avliyo pirimning martaba iqbollari o'xshashdir. Shunga pirni inkor qiluvchilar, pirimizga qo'l berib agashmaguchilar, asli sülükki kirmigichilar munkir munofiqlardir. Ha deb ko'pchilik qiladi yana bir darvish. Hazrati Saidul Azam Hidayetullah hocamizning kashfu karomatlaridan ta'sirlangan Sulton Ismoilxon oliylari piri buzurgimizning muborak qo'llariga esilib, to'n sarpoyinlarining peshidan muqaddas chang tuzlarni tavob qilib turib, ko'zlarini yoshlab, gunohi kabirlariga to'g'ri qilib, sülki ishqiyani avji oldirish, murtul hidoyatchilar sepini kengaytirish uchun ko'plab va'da lavzlarni qilib, sülki ishqiya murtlardan 7 avlodgacha podshohlik olvonchilik olmaslik, fuqarochilik majburiyatlarini kechirim qilish xususida yorliq tushirib dastak inom qildilar. Hazrati Pir Azam Hidayetullah İşan Veliyullahning dargohiga sig'inib, u zoti muborakning duosini elib, murtul hidoyatchilar sepiga qitilganlarning har qancha ig'ir gunohlari bo'lsa-mu mag'firat bo'lg'ay. Podshohlik olvon seliqlardan, fuqarochilik majburiyatlaridan xolos bo'lg'ay. Sulton Ismoilxon saltanatining homiyligiga erishgay. Pir buzurgimiz Saidiya saltanatining buyuk rahnamosidir. Nurliq Suayil yultuzudur. Pir buzurgimizga irodat keltirmagan xon sultonlarning, amir beylarning taxti, baxti betahqiq gumbo'g'isidir. Pirimiz Sultonul Muhaqqin Xo'ja Hidayetullah İşan alayhi ve sellem ahli tariqatning binosini qurg'uchi, shariatning maliki maydonida ot choptirg'uchi, saxovatning ochqishini tutquchi, jaholatning qulupini ochquchi, adl adolatning xolis shamshiri,
azgın bendilərinin yol başçısı Əvliya Ənbiyalarının şahi tacı, cemiki Han Sultanlarının sultanı. Haq. Bu dünyadaki təndassız saxavet ve şafaat Canabi Hazreti Hoca Hidayetullah İşan Veliyullah Pir Büzürgümüzge xastır. Her qandaq Han Sultanlarımı o zati mübarektek saxavetlik, nimetlik emasdır. Ol Qutbi Aqtab Pir Azamning hidayet abtubi cemiki ra'iyatning beshiga barobar tushkusidir. O zatdek dana, şefkatlik, saxavetlik, adaletlik yeni bir insan bu iqlimdan tepilmoqdir. Ahli sülük ümmetlerinin zimmesideki padişahlık alman seveslarını, puhradarçılık mecburiyetlerini debbi halis qilish fakat pir buzurgimizning qo'ldili keldigan katta shafaatdir. Kelama yarallar. Ahli sülükka iradat qilib, murtil hidoyatchilar tepiga ketilib, ikki olamda savob tepinglar. İnşan hocam dergahıga sevgininglar. Shunda shafaatlik bir zatni bizga yetkizib bergan Alloh taologa shukr qilib, hamd sano aytinglar. Saltanatga, sultan, fikr, miskinlarga posibon bo'lishni tilanglar. Burmilangan xon yorlig'i, ig'vogar targ'ibotlar, gumroh sadolar. Saltanatga ochiq oshkor qilingan xirislar. Sultan İsmail Xonning obrazini xo'niklashtirib, Hoca Hidayetullah İşanni kökü kötürüş sadaları koçu reslilərdə toxtumay jaranglaydı. Nurgulluğun nadan xalq, padişahlıq alvansılıq, puhradarçılıq mecburiyetlerden qutuluş vesvesede sölki işqiyaçiler sepiga bas-bastık etildi. Ulanın aldanğan saddı tuyğusu da Saidiye saltanatının altın taxtida Sultan İsmail Xon emas, Hoca Hidayetullah İşan o'ltirib atqandek xiyollar zahir bo'ladi. Ular sülükni saltanatdan, sülük ahkamlarini xonlik qonun yasakladı. İşan fermanını xon yorlig'idan ustun qo'yishadi. Hoca Hidayetullah İşanning merkez qilib, Saidiye saltanatiga Sultan İsmail Xon hokimiyatiga xiris qilayotgan bu kuch kundan kunga zo'rayotadi. Ularning oldida Sultan İsmail Xon saltanati nomidan tushirilgan turlik yorliq farmonlar, qonun jasoqlarning algın selik, puhradarçılık mecburiyetlerinin icrasını söylep kelgen emir beglan, sepahlarının, yurt çoğunlarının qazi, mufti, paşap dorga, yayılarının buyrukları ötmeydi. Xon yorlig'idagi atalmış keçirimni destek qilib, zakon ishlatdi. O'zlarining vositalik murt emas, xos murt ekanligini davron qilishadi. Bütün Saidiye tasarrufida ishqiya sulukiga irodat qilgan birmi vositalik murt qolmagan edi. Bizni Sultanul Muhaqqin, Qutbul Aqtab Hidayetullah İşan alayhi ve sellem hocamiz o'z qo'li bilan murtlikka qabul qilgan. Ishonmasanglar, Janobi İşan turimizdan so'rab bilib olgaysizlar deb javob berishadi. Xos murt bilan vositalik murtni ayiradigan destek, belgi nishon bo'lmaganligi uchun boysilik, puhradarchilik majburiyatlarini söylep kelgan bey sepahlar amalsiz qoladi. O'ylanmayli tushirilgan bir yorliq sababidan butkul Saidiye tasarrufida tugumas g'avg'a, jangi jadal, fitna fasod urug'i terilgan edi. Xo'rga o'sib ketgan sulki ishqiyachilar xonlik qonun jasoqlarni ko'zga ilmaydi. Bey sepahlar bilan qarshilashadi. Bugun Şahinşindeki ertegenlik qobuldan keyin Ödeyçibek oldiga 2 qadam chiqib, Sultan İsmail Xonga salom berdi. Xatchak tallasidan bir tutam xatchakni elib turib so'zladi. Har qaysi yurt aymoqlardan kelgan arz ma'lumotlar bor edi. Ana hazratimning ko'zdan kechirishga vaqti yetandiki. Arz ma'lumotlar tafsili o'qilmag'ay. Mazmundan xabardor bo'lg'aymiz, dedi Sultan İsmail Xon. Arz ma'lumotlar jami 182 parcha, dedi Ödeyçibek. Bulardan bir parchasi Qarqashliq Masayin bayning 10 tanaplik bog'liq yerini Qarqash begi Masilin bayning o'rinsiz sotib olganligi, qarshilasa hapsiga oldirib qiynab putqulni chiqibatganligi va bir tuqunni nahaq o'ltirib etganligi xususidagi zamin va xundava shikoyatidir. Qolganlari har qaysi aymoq yurt beyliklerden yollangan öz tavasidagi sulki ishqiya murtlarining xon yorlig'ini destek qilib olib,
alvan seliqlarni topshirishga, fuqarochilik majburiyatlarini o'tashga qarshilik bildirganligi xususidagi ma'lumotlardir. Nima? Bu qanday gap? Dedi Sultan İsmailxon taajjub bilan. Biz Xo'ja Hidoyatullo Eshon Azizning faqat xos murtlarining alvan seliq fuqarochilik majburiyatlarini kechirim qilish, boshqa barliq voslik murtlarning bu yorliqdan mustasno ekanligi xususida yorliq tushirgan emasmidi? Ol Eshon Buzurg'orning xos murtlari shuncha ko'pmidi? Ma'lumotda yozilishicha, dedi Hudaychibek tushundi. Barliq sürki ishqiya murtlarning hammasi xos murtlarmish. Eshon Piri Buzurgning birmi voslik murti yo'qmish. Mumkin emas. Uch xonning ko'zini bo'lganlik bu, dedi Sultan İsmailxon g'azablanib. Hidoyatullo Eshon hazratlari qandoqsiga shuncha murt muxlislarni xos o'z qo'li bilan qabul qila olsin. Har qaysi yurtlardagi xalifa sülük mas'ullarining sülük targ'iboti bilan shug'ullanib murt qabul qilganligini hammaga ayon ish-ku. Ko'kamlik, yolg'onchilik qildi ular. Yolg'iz bo'la emas ona hazrati, dedi Mirza Bobobek so'z elib. Chunki ishqiya targ'ibotlarni saltanat suri bilan cheklamaslik, taqib qilmaslik yorlig'i cho'ligandan beri butkul Saidiya tasarrufida ahli suluk targ'iboti nihoyatda mujallanib ketdi. Ular ra'iyatga xon yorlig'ining mazmunini qasdan burmalab targ'ibot elib bordi. Shuning bilan nurg'un ra'iyat olvon siliq Xulodorchilik majburiyatlarini o'tashni qechib, bas-basda murtil hidoyatchilar to'piga ketilmoqda. Ashu murtil hidoyatchilar sepiga ketilgan sulki ishqiyachilar buni Xo'ja Hidoyatullo Eshonning shafoati deb tushunib, saltanatga bo'lgan e'tiqodi susib bormoqda, dedi Mirza Avazagning so'zi. Ishqilib, avom orasida fitna fasoddan odam cho'chidi. Bu ma'lumot Sultan İsmailxonning bir zalli diqqatini tortdi. Qandoq fitna fasodlar ekan u? Gunohimdan kashkayla ana hazrati. So'ragan kalla javob bermaslikka ilojim yo'qdir, dedi Mirza Avazbek. El yurt orasida Xo'ja Hidoyatullo Eshonni janobiy qiblagohimdan ustun qo'yish masalasi to'limi eg'irdir. Ular Hidoyatullo Eshon Piri Buzurgimiz pat yaqinda buyuk saltanatli sulton, fikr miskinlarga posibon bo'g'idek. Sultan İsmailxon taxtni o'tinib bergidek. Chunki ishqiya murtlardan olvon siliq olmaslik, fuqarochilik majburiyatlarini kechirim qilish xususidagi yorliq bu ishning pat yaqinda ro'yobga chiqishining bishoratimiz deyishmoqda. Iyo hazrat, uch riyokorlik bu, dedi Sultan İsmailxon g'azabdan titrab. Xon otamning anglayotganlari bu fitna fasodlarning oz bir qismidir xolos, dedi Maliki Muhtaram xonim so'zi. Amaliyotda suluk targ'iboti bilan shug'ullanayotgan ashu so'pi darvishlarning so'zlarini anglaydigan bo'lsalar, hayron qolalar. Qaysigini Anjan rasida do'kon arlab etib, so'pi darvishlarning suluk targ'ibotiga quloq solib qoldi. Ularning deyishicha, Allohdan Muhammad sallallohu alayhi vasallamga qandoq vahiy kelgan bo'lsa, Xo'ja Hidoyatullo Eshon Pir hazratimizga shundoq vahiy kelganmish. Payg'ambarimiz bilan ul Eshonning martaba iqbollari o'xshashmish. Xon otam ul Eshonning birli ko'rsatgan karomatlari bilan sulki ishqiyaga irodat qilib, Eshonning oyoqlariga yiqilganmishlar va u shu yorliqni tushirganmishlar. Ul Eshon Piri Buzurg shafoat taxtining jini xon sultonlarning sultonimiz teqi. Bo'ldi bas. G'azab bilan vaqirdi Ismoilxon. Shu topda u ochiqini chiqarish uchun biror kimni jallodga buyurishdan o'zini aram besib o'tiradi. Sultan Ismoilxonning bunchalik qattiq g'azablanganini ko'rib boqmagan barliq o'rda arkonlari o'likarak tinishga ketinolmay beshini tuvan soldi. Bu fitna fasodlarga vaqtida tadbir qo'llanilmasa, oqibati yig'ishtirmoq basi mushkuldir xonata, dedi Maliki Muhtaram xonim taxtda g'azabdan pushildab o'tirgan Sultan Ismoilxonga.
Aytыңlarçı, ey janobi amirlari, dedi o'zini bir oz besib olgan Sulton Ismoilxon vahima ilkida turishgan barliq amirlarga qarab. Sizlar mo'shundoq fitna fasodlarni angladingizmi? Ana hazratimga ma'lum bo'lg'ay. Ostona restoranlari ana shundoq gumroh fitnalar bilan to'lib ketdi. Deyishdi boshqa amirlarmi guvohlik berdi. Bu javobni anglagan Sulton Ismoilxon lassida bo'lib qoldi. O, Xo'ja Hidoyatulloh ishon boshchiligidagi sulki ishqiyachilardan bundoq riyokorlikni zinhor kutmagan edi. Rasululloh ular yaxshilikka yomonlik qilayotganda. Xonning himmatiga rahmat hech qanday etmoqda yo'q. Buyuk Saidiya saltanatining muqimligiga ta'sir yetkazib, hokimiyat, moliya, aminiyat qatorliq huquq doirasiga ko'z tikayotganda. Xonlik qonun jasoqlar bilan qarshilashib, elning omonligiga, davlatning zamin kutilligiga ziyon yetkazayotganda. Bu dunyoning maishatlariga qiziqmaydigandek, mansab martaba, mol dunyoga zinhor ko'z qirni sanmaydigandek, butkul vujudi bilan Xudoyi ishonlikka berilgandek qiladi-ku ul ishon. Mana endi o'zini payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan o'xshash o'ringa qo'yganligi nemisi bu? Tehe o'zini mendek Saidiya saltanatining posiboni bo'lmish xon sultondan ustun o'ringa qo'yib, targ'ibot elib berishda qandoq muddaolari bor. Sulton Ismoilxonning xiyollari to'limi chigish edi. Uning xiyollarida o'kinishmi, pushaymonmi, hasratmi bor edi. Shohinshinning ichi tinchlikka cho'mgan edi. Saroyning o'tirsig'i joylashgan fontondagi belijonlar so'psizlik suvda g'amsiz tiltinglaydi. Sirtda to'pqumlarni ushturtib chiqayotgan bahor shamoli yiqimsiz qushqirtadi. Shu asnoda Shohinshinga kirib kelgan Rajab Darvish, Maxtumzoda Shuayib xo'ja, Doniyol xo'jalarning ansiz oyoq tovushi Shohinshinning jimjitligini buzibdi. Barliq o'rda arkonlari taklifsizlik kirib kelgan bu mehmonlarga ajablanib qarashdi. Shu daqiqada bosh oxir yo'q xiyolligiga asir bo'lgan Sulton Ismoilxon salom sohasida bo'shib turgan pari buzurki bo'lmish ikki Maxtumzodaga yo o'rnidan turib hurmat bildirishni, yo yeniga taklif qilib himmat ko'rsatishni bilolmay turib qolgan edi. "Dod adolat ilohim!" deb zorlandi Rajab Darvish turgan joyiga muxlatisli. "Ey xalifa, janoblarga qandoq beshivorchilik yetdi? Arz zotlarini o'rinlaridan turib oldirmay so'zlasizlar," dedi Sulton Ismoilxon tuyuqsiz kirib kelgan Maxtumzodalarning muddaolarini bilishga oldi. "Ey adolat panohim," dedi Rajab Darvish tizlangan pechida. "Cennet makon piri buzurkimiz mulhid ag'yarlarimizning qasdga uchrab nahaq o'lib ketgan bo'lsa-mu, u zoti muborakdan tavarruk qolgan ikki Maxtumzodimizga qo'l berib, suluq dinlarimizni tasalli topqizgan, qotilni tepib, xun qisosimizni elib berishga va'da bergandilar. Onalarning himmat chapqitidan olamcha so'yingan edi. Ammo oradan uzun vaqt o'tmayla ostonimizga iflos oyoqlarini besishga tetilgan qiyomatlik ag'yorimiz bo'lmish mulhid nomusulmon Xo'ja Hidoyatullohga do'stlik quchoqlarini ochdilar. Garchi yurak bag'rimiz xun zarda bo'lib tursa-mu, saltanat ishlarini a'lo bilib, buningimi mayli dedik. Keyin angladikki, jannat makon turimizning qotili bo'lmish ul kazzab nokasga bisyor hurmat, ehtirom bildirib, murshidlari bo'lmish ishqiyachi murtatlarning zimmisidagi podshohlik olvon seriqlarni, o'tashga tegishli xurobarchilik majburiyatlarini yetti avlodigacha kechirim qilish xususida yorliq tushib, ko'p shafqat ko'rsatdilar. Bu adolatsizlikdan zor-zor qochgan bo'lsak-mu, yana mayli dedik. Haq Taologa jannat makon pir buzurk Maxtumzodimizga seg'inib sukut qildik. Mana endi yana angladikki, adolat panohimiz soqiya sulkidan yenib, ishqiya sulkiga irodat qilurmish. O'sha mulhid Hidoyatulloh ishon degan do'zaxini piri buzurk tutarmishlar. Hayroni has
behush nimjon bo'lib yoqimizni yirtdik. Haqda Aladin cennet makan Mahtumzodimizdan adalet panohining piridan yüz o'rganlik gunohini tiladik. Yana anladikki adalet panoh yaqinda Büyük Saidiye tasarrufining oltin taxtini uni Hajjaj Munofiq Hidoyatullahga o'tinib berib, yurtdorchilik tezginini tutqizamish. Ol muddat xon ishon bo'lib hukmronlik qilamish. Qibligahim saltanatning keşmeklik bo'lganligining baosini tushuntirib qo'ymasa, zinhor o'rnidan turmasman. Balki bu muqaddas huzuri muborakda ajal sharobini ichib, uning xon ishon bo'lganligini zinhor ko'rmasman. Rajab Darvish shundoq dedi-da, o'rkirab yig'labdi. Ko'z yoshlari yepakdek oppoq soqollarini yuvdi. Onunga ergishib, ikki Mahtumzodimi mishildashga boshladi. Sultan Ismoilxon bo'lsa, nima deyishni, nima qilishni bilolmay qetib qolgan edi. Bayatdan beri Mirza Boboboy qatorliq amirlarning yepiga ishonish yoki ishonmasligini bilolmay ikki to'yin bo'lib turgan Sultan Ismoilxon mana endi qat'iy bir qarorga kelgan edi. Ey xalifa, ko'ch-ko'ylardagi riyokor so'pi darvishlarning fitna fasadlariga ishonmasizlar. Bizning pir buzurgimiz Mahtumzodlardan yuz o'rib, boshqa pirga irodat qilganimiz yo'qdir, dedi Sultan Ismoilxon vazmin ohangda so'zlab. Bobobi ajdodlarimizdan miros qolgan bu oltin taxtni o'zgalarga o'tinib berish ham xiyolimiz yo'qdir. Faqat amirlarimizning gapiga kirmay, ul ishon azizlarning talablarini ijobat qilib, yorliq tushirgan savalligimiz bor. Endi bildikki, muqaddas yorliq burmuni ra'yatga xato targ'ibot elib berilibdi. Shu boisdan tugumas fitna fasod urug'lari chechilib, saltanatimiz xirist qopdi. Muhtaram parabuzuruk Mahtumzodalarimiz zinhor tashvishlanmagan. Sultan Ismoilxon ikki Mahtumzodaning qishig'iga keldi. Ularning qo'llaridan tutib, shoh supitiga taxtga yaqin o'rlashtirgan aziz, hurmatli mehmonlar uchun qo'yilgan ko'risga akilib o'ltirg'izdi. Xonata, tezdan bir tadbir qo'llanib, bu fitna fasodlarni cheklagaylar, dedi Malika muhtaram xonim yana murojaat qilib. Ey janobiy amirlar, biror yaxshi tadbir ko'rsatgaysizlar. Amirlar damonliqqa bir nima deyolmay, bir-biriga qarashib qusurlashishga boshladi. Mirza Boboboy o'rnidan turib so'z oldi. Xo'ja Hidoyatulloh ishonga berilgan yorliq amaldan qoldirilg'ay. Ana hazratim bu xususda zinhor ikkilanmagan. Amir kabir janoblarining ko'rsatgan tadbiri barhaq, dedi Malika muhtaram xonim Sulton Ismoilxonning ikkilanib turayotganligini ko'rib. Sizlar rahim qilish, shafqat va saxovat ko'rsatish va'dasiga vafo qilib lavzdan yonmaslik albatta xon sultonlarning esil fazilatidir. Ammoki yomonlarga ko'rsatgan lutqi karam sababli al ra'iyat saltanat manfaati daxli tarzga uchursa, shu sababli el yurt orasida fitna fasod urug'i chechilib, saltanatga xavf dishvorchilik yetsa, lavzi vazirlardan yenib olmoq albatta donolik bo'lur. Janobi Al-Shir Navoiy hazratlarining Mahbubul Qulub nomli kitobidagi ag'yorlar va yomon niyatli kishilarga fitna fasod berib, elga tafriqchilik urug'i chachquchilarga qanday muomala qilish kerakligi haqidagi bayonlari ichidagi yomonlarga shafqat, sizlar rahim qilmaslik xususida yozgan nasihatlari xon otamning esida bordir. Malika muhtaram xonim bir oz o'yinib olib so'zini davomlashtirdi. Navoiy hazratlari shunday debdilarki, yomonlarga yaxshilik yetkazmak, yaxshilarga ziyon va alam yetkazmakdir. Müşki yo'l qo'ymoq katlarni ofatga yo'liqtirmoqdir. Tulkining tarafini olmoq, to'quning tuxumini quritmoqdir. Bo'rini qo'zi bilan beqib, semiz qilmoq oxiri kiyiklar to'piga rahimsizlik akiladi. Malika muhtaram xonimning so'zlari Sulton Ismoilxonga tezda ta'sir qilgan edi. Shunga o Malikaning so'zlarining orqasiga ulabla Mahbubul Qulubdagi tövandagi ikki misra nazmini o'nlik o'qidi. Davr bevafolari javrdan dod. Dahr bihoyalari bidatdan fig'onu faryod.
Şu hamon shohinshin ichida olqish sadolari ko'tarildi. Ona hazratim donodir, Belqut xazinasi. qibligahim tadbirlikdir. Davlat panohimning adolatidan al ra'iyat beshidagi aminlik quyoshi o'chib qolmagay. Yarliq deb chaqirdi bir qarorga kelgan Sulton Ismoilxon ruhli qoldi. Xo'ja Hidoyatulloh Eshon azizlarga tushirilgan yarliq bugundan boshlab amaldan qolg'ay. Saidiya tasarrufidagi ishqiya sulkiga xos yoki vositalik irodat qilgan barliq murtil hidoyatlardan o'xshashla olg'onsini qiling'ay. Fuqarochilik majburiyatlarini o'tashga buyurilg'ay. Turlik sulh targ'ibotlari saltanat usul bilan qattiq cheklangan. Qarshilashuvchilar, yarliqqa xilof qiluvchilar xonlik qonun yasoqlar bilan qattiq jazolang'ay. Fitna fasod terib, el ortida tafriqchilik paydo qiluvchilarning qonlisi oling'ay. Shunda qilib Sulton Ismoilxonning yangi farmoni bilan butkul Saidiya tasarrufida jonlanib ketgan murtil hidoyatchilarning so'lik targ'iboti xelil besiqib qoldi. Bir mezgil terisiga sig'may, xohlagan yerda varqirab-jarqirab quturotqul qilgan so'pi darvishlar qaytadan mozorlarga, qalandarxonlarga, xufiyxonlarga ko'chdi. Sulton Ismoilxonning yorlig'idan yelim olishni taqatli xiyoliga keltirmagan Xo'ja Hidoyatulloh Eshon bo'lsa, g'azabdan yerilg'idek bo'lgan edi. Shundaqdimi, u qisqagina bir necha oy ichida murtil hidoyatchilar bayrog'i ostiga necha 10 ming murt to'plashga ulgurgan edi. Ammo Saidiya xonligining oltin taxtiga ko'z tikkan Eshonning vujudi shukri qanoatdan to'limi yiroq edi. Shunga ajal xanjarni g'ilobdan chiqargan Hidoyatulloh Eshon har qaysi yurt bagliklardagi o'ziga eng sodiq, eng ishonchli, ashaddiy qonxo'r, kalli kesar murtlardan tashkillangan hijobul g'ayiblarga Sulton Ismoilxon va uning yaqin muhim amirlarini qaslab o'ldirish xususida maxfiy buyruq tushirdi. Anlayotganlar Belqut to'ridan og'intilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Bu yil bahor faslidagi ancha-muncha bo'ronni hisobga olmaganda Ostona va Ostona atrofidagi yezi qishloqlarda yoz fasli to'limi yaxshi boshlandi. Yakan daryosining suyimi yillardagidan xelil mo'l kelgan bo'lib, gejga suyga qondirib sug'urilgan yop-yeshil bug'doy maysalari qar yepib taxti bo'lgan edi. Bodruqqini o'sayotgan kevaz maysalari bir g'erish bo'y tortib qolgan. Dehqonlar qo'noq maysallarini taxlab ulashga tushgan edi. Qarong'ilashgan bog'lardan qushlarning nag'ma navolari o'zilmoqda. Olib bo'lib sarg'ayishga boshlagan o'riklar tortinchoq qizlardek yo'pirmoq ortidan boraydi. Mirza Boboqbay, Malika Muhtaram xonim qatorliq yaqin amir mahramlari bilan Chahor bozorchi qiyofatida yosinib, xufiyona el orlashga chiqqan Sulton Ismoilxon 3-4 kundan beri eng chat yezi qishloqlargacha orlab, nomrod fuqarolar bilan olmon bo'lib, bugun kash peshin bilan Yangisarga yetib kelgan edi. Qashqar amiri Mirza Haydar Dog'latiga xabar berib o'tamdi qanotda, dedi Malika Muhtaram xonim g'izoga toza ko'ngli tatmay xiyol surib o'tirgan Sulton Ismoilxonga. Hozircha xabar bermay turayli, dedi Sulton Ismoilxon. Yangisar yopganlarni aralashqimi yana 3-4 kun vaqt ketadi. Qashqarga borgandan keyin ahvol qarab boqamiz. Shundaq, dedi Mirza Boboqbay. Al avomning dardi ahvolini haqiqiy bilimiz deydi ekanmiz. Bu navbatdagi ziyoratimiz har qaysi yurt bagliklardagi amir baglardan xufiyona tutilgan yaxshi. Ular bu qitimqi xufiyona ziyoratini o'rdidagi xeli ko'p amirlardan sir tutgan edi. Ostona amiri Mirza Avazdek qatorliq oz bir qism amirlardan boshqalari Sulton Ismoilxonni yoz fasllik shikarga chiqib ketdi deb biladi. Bu qitimqi xufiyona el orlashni to'limi maxfiy tutgan Sulton Ismoilxon boshqalarning diqqatini tortib qo'ymaslik uchun 2 nafar xos qo'riqchi yigitidan boshqa ortiqcha muhofizatchi elib olmagan edi.
Sultan İsmail Xanla Ostandan ayrılıp 2-chi kuni kechda O'rda Shig'ovul amiri Mirza Idris Begning xonaqo darvozasiga joylashgan qasrga bir yo'chun kishi atrofga qarab qo'yib kirib keldi. O'yidagi atir gullarga suv quyayotgan yosh xizmatkordan so'radi. Shig'ovul amir janoblari nerede ekan? Hujrasida aramayotidi, dedi xizmatkor. O'zlari kim bo'ldi ekan? Shig'ovul amirga xabar qilib qo'ysalar, ko'rishadigan muhim ishim bor, dedi yo'tun kishi azmilik qilib turgan xizmatkorga ta'rindir. Xizmatkor ichkari qo'rg'iga kirib ketib, ayol bo'lmay yinib chiqdi. Amir xo'jam o'zlarini taqiqon saqlayotdi. Yo'chun odamga Shig'ovul amiri qasri ancha notunish bo'lmasa kerak. Xizmatkorning javobini anglabla ichkari qo'rg'iga qarab maqdi. Tamtirmayla qo'sh qanotliq ishki bor bir uyning bo'sug'isidan otladi. O'tqochlik gelinning ustidagi ko'rpada badashqon qurib o'tirgan Mirza Idris Bey "Assalomu alaykum" deb bergan salomni dast o'rnidan turib "Va alaykum assalom" degunicha ilik oldi. Mehmonni to'rga boshladi. "Qani, yuqori silamaqsan." Mehmon bilan sohibxona qisqali takalluf qilishgandan keyin qaytadan o'rin olishdi. Qanday bo'ldi? Oldirab kelib so'radi Mirza Idris Bey. Gumonlar to'g'ri ekanligin, dedi mehmon. Xon oliylari rostdan shikarga chiqmoqda. Kiyinishlarimi g'alati. Oddiy egillarni kiyyapti. Va ayni ushoq chora bozorchilardek. Nega menishdilar? Ularning oqsidan qizilg'icha qori ko'rinish agishib berib qaytib keldi. Ular yo'l bo'yi nomrat ra'iyat bilan didor muloqotda bo'lib, hol ahvollarini anglab, ozdir ko'pdir pul pichak taqitmayashdi. Ahvoldan qaraganda elib olgan pul pichaklari oz emasdek qildi. Ular Yemisor tavasiga o'tgan bo'lsa, Qashqarga berishiniq, dedi Mirza Idris Bey o'ylangan holda. Ular jami necha odamga? 7 odam. Sultan İsmail Xan oliylari buni va rostli qaramliq qildi. Xudo bizni niyat maqsadimizga yetkazishga o'xshaydi, dedi Shig'ovul amir o'ziga o'zi pichirlab. Ularning orqasidan kelayotgan hamrolar yo'qsa, faqatli yo'q degan. Mehmonning javobidan to'liq qanoat hosil qilgan Shig'ovul amri qo'ynidagi hamyondan bir sarlik Saidiya ko'mish oqchisidan 10 tonni ayirib oldi. Mehmonning oldiga qo'ydi. Az bo'lsa, bu pulni xarajat qilish do'stlar. Lozim emas degan, dedi ko'mish oqchini ko'rib ko'zlari chaqnab ketgan mehmon yolg'ondan takalluf qildi. "Eliyaslar maqsad", dedi Mirza Idris Bey. "Bu ishlarni qat'iy sir tutqaylar. Ishlar bo'lsa yana xabar berurman. Pul pichakdan qisilib qolsa, dargohimizga bemalol kelaverasizlar. O'g'ilchoq farzandlari at saharda Shig'ovul mahkamasiga kelib, men bilan ko'rishgay. Muvofiq xizmat ishaqqa berib o'rlashtirib bergayman. Himmatlarga ashqallar degan." Mehmon 7 pishilib ta'zim qilganicha Tahixondan yenib chiqdi. "Yanalloh, uzatmadi mensa", dedi Mirza Idris Bey Bilqut hakamisiz. Bilqut shirkatida ovozga ilinib, Bilqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Yosinjon Sodiq Cho'g'lonining Jallod Xonim nomli tarixiy romanini bugun musharga anlatdik. Davomini atidagi anglitishimizda davomli anlatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Xinhua kitobxonalarida sotildi. Do'stlarning setib olib, saqlab qo'yishni tavsiya qilamiz. Bilqut xazinasi Uyg'ur xalqining urf-odat, nashr shaxsiy tibobat, maqol tamsil, cho'chak, rivoyat qatorliq Uyg'ur madaniyat xazinasidagi bebaho go'harlar. Karton ilipi, qonun nizam, ishorat tili, tan tarbiya, fizika, ximiya qatorliq 600 dan ortiq rasmiy sohadagi Uyg'urcha, Xanzucha, ingliz 3 xil til, 6 milliondan ortiq so'z, ovoz ham surat birga birlashtirilgan kompyuter yumshoq detali.
bilmegenini bil putun bil. Bil put xazinesi